Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga tizza va bo'g'im og'riqlarini tabiiy usulda davolashni taqdim etamiz. Bu usul sizga albatta yoqib qoladi. Tizzadagi va bo'g'imlardagi tuzlar yoki shamollash, artrit, artroz kabi kasalliklarning eng yaxshi yechimi hisoblanadi. Ushbu malhamimiz bo'g'imlardagi og'riqlarni 100% qoldiradi. U har kuni shahrimizni yanada go'zal va ozoda qilish uchun tinmay mehnat qiladi. Har bir supurilgan ko'chada, barpo etilgan gulzorda uning fidokorona mehnatining izlari bor. U har kuni maktabni tozalash uchun sovuq suvga qo'lini tiqadi. Bo'g'imlari og'riganida ham bolalar uchun yaratilgan toza muhit uning yuragida iliqlikni uyg'otadi. U tandir issig'ida yonadi. Beli og'risada egilaveradi. Ammo ko'zlarda charchoq emas, xalqning qornini to'q, dasturxonini to'kib qilish baxti porlaydi. Nutva bilan ular sog'lom harakatga qaytdi. Bu oddiy odamlar emas, bu qahramon. Siz bu vositani qabul qilish davomida o'zingizda tetiklik, mo'rtlashgan suyaklarning tiklanishi va og'riqlar kamayganini sezasiz. Sizga konsultatsiya berish uchun kompaniyaning Call markazi aloqada hoziroq bog'lanishingiz mumkin. 1294 qisqa raqamiga bog'laning va Nutva bilan hayotingizni tabiiylikka to'ldiring. Demak, bizga kerak bo'ladi 1 osh qoshiq asal, 2 osh qoshiq gorchitsa, 2 osh qoshiq zaytun yog'i, 1 choy qoshiq tuz. Yuqorida sanab o'tgan mahsulotlarimizni bir-biriga yaxshilab aralashtiramiz. Aralashmani og'riqli joyga surib 30 daqiqa qoldiramiz. So'ng iliq suv bilan yuvib tashlaymiz. Bu malhamimiz albatta sizga juda foydali bo'ladi. Yana bir kompress. Teng miqdorda tuz va asalni aralashtirib, og'riqli joyga surting. Ustidan issiq mato bilan o'rab, bir necha soat ushlab turing. So'ngra iliq suvda chayib tashlang. Ushbu malhamimiz ham og'riq qoldiruvchi va bo'g'imlarni davolovchi yaxshi malhamlardan biridir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.